Assalomu alaykum. Bugun Chevrolet Lacetti 2026 haqida gaplashamiz. Bu yangi model dizayni zamonaviy, silliq chiziqlar va LED chiroqlar bilan ajralib turadi. U ixcham sedan yoki hatchback olib, Kia, Hyundai Accent va Toyota Yaris kabi raqobatchilarga qarshi turadi. Asl Lacetti modeli 2000 yillarda ishlab chiqarilgan va ishonchli, samarali avtomobil sifatida mashhur bo'lgan. 2026 modelida benzinli yoki yengil gibrid dvigatellar bo'lishi mumkin. Shahar ichida tejamkor va qulay. Ichida sensorli ekran, konditsioner, Bluetooth va xavfsizlik tizimlari mavjud. Narxi o'rtacha budjetga mos keladi va asosiy afzalligi qulaylik, past texnik xizmat xarajatlari va shahar ichida boshqaruvning osonligi. Chevrolet Lacetti 2026 klassik ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirgan avtomobil.